allergiya, bronxit, astma va bir qancha kasalliklarni 100% samarali davolash usuli. Biz sizlarga hozirgi aytib o'tadigan tabiiy vositamiz nafas yo'llarini allergiya, yo'tal, astma va gripp kasalliklaridan davolaydi va himoya qiladi. Bu ajoyib retseptimiz bir necha yillardan buyon yo'tal, gripp, shamollash kasalliklarida muntazam qo'llanilib kelinmoqda. Bu retseptimizni tayyorlash juda ham oson bo'lib, tayyorlashda faqatgina tabiiy mahsulotlardan qo'llaymiz. Bu retseptimiz kuchli antioksidant ta'sirga ega bo'lib, organizmni bakteriya, viruslardan himoya qilib, allergiya, astma kasalliklarini samarali davolaydi. Bizga aralashmani tayyorlash uchun yarim stakan qora bruzina mevasi, 3 stakan suv, 1 stakan tabiiy asal, 50 ml olma sirka kislotasi kerak bo'ladi. Chuqurroq idish olib, avval suvni va quritilgan qora bruzina mevasini solib, 30 minut davomida past olovda qaynatasiz. Qaynatmani olib, 1-2 soat davomida tindirib shisha idishli bankaga solasiz. Keyin asalni solib, yaxshilab aralashtirib, izidan olma sirkasini ham solasiz. Tayyor aralashmani har kuni katta yoshli bemorlar bir osh qoshiqdan, 8 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga esa bir choy qoshiqdan suv bilan aralashtirib iste'mol qilishlari mumkin. Yo'tal, astma kasalligi bilan og'rigan bemorlar esa har 2 soatdan tanovul qilishlari kerak bo'ladi. Aralashmani muzlatgichda 6 oy mobaynida saqlab iste'mol qilishingiz mumkin.